Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerda mana tashqarilarga akfa plas qilgan ekan. Bizda ham plas bor. Bu klientimiz o'zi qildirgan ekan. Bizga ichkarilarga eshik-rom qilib bering dedi. Ichkarilarida eshiklarini, romlarini qilib berdik. Xudo xolasa mana uyda ichlari juda zo'r chiqqan ekan. Domlarga o'xshatib kirganda mana qator-qator uylar qilgan ekan. Bitta uy ichidan aylanib kirilaveradigan qilib. Xudo xolasa mana eshiklarimizni klientimiz shuni yoqtirdi, shunaqa qilib bering dedi. Mana qilib berdik. O'ta go'zal chiqdi. Bir toshli aynak dedi. Mana toshli aynaklar qilib berdik. Xudo xolasa o'ta chiroyli, go'zal chiqdi. Klientimiz shuni xohladi. Mana o'zimga ham yoqdi. Xudo xolasa zamoqlari ham magnitli zamoq, qimmat zamoq. Eshiklarimiz ochilib yopilishi o'ta go'zal, rezinkalari bor. Kraskalarga keladigan bo'lsak, kraskalar turetskiy 4 slov 5 slov kraska sepiladi bularga. Xudo xolasa issiqqa, sovuqqa chidamlik. Ishlarimiz xudo xolasa zo'r. Mana chiroyli chiqdi, topshirdik. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, xudo xolasa mana el xizmatidamiz. Telegram kanalimiz bor bizni. Telegramdan bemalol yozsa har xil eshik romlarni bemalol tashib beramiz. Ko'rib xohlaganidan tanlashi mumkin. Bizniki vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. O'zbekistonda hamma burchagiga xudo xolasa yetkazib beramiz. Bu manzilimiz Asakani qayerda? Asakani qayerda? Chaqmoq, Asakani Chaqmoqqa olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa ishlarimiz juda chiroyli chiqdi. Bu yerda ustalarning ham ishlari bor ekan, addelchilar ham juda tekis ekan ishlari. Xudo xolasa zo'r chiqibdi. Mana ichkaridan o'rnatib bo'ldi. Xudo xolasa kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol el xizmatidamiz. Ichkari ko'rinishlari ham o'ta go'zal, juda chiroyli chiqdi. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiska bosib qo'yasizlar, bitta laykni ham ayamaysizlar degan umiddamiz. Bitta layk bosib qo'ysalar, videomiz kengroq tarqaladi. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Rahmat oldindan.